O'chirmasanglar ham baribir qosh mana bunaqa qizil bo'lib qoladi. Assalomu alaykum qizlarjonlar, mana bugungi kelgan obzorimizda qoshimizda qizil qosh haqida bu. Ko'pchilik aytadiki, lazerda o'chirtirganimdan keyin qoshim qizil bo'lib qoldi deb aytadi-da. Aslida lazerda o'chirmasanglar ham baribir borib quyosh ultrafioleta nurida qosh mana bunaqa qizil bo'lib qoladi. Boshida qilinganda bunaqa korичневый kraskada qilingan. Hozir biz bitta удаление protsedura o'tkazganimiz uchun asl jigarrang rangi chiqib keldi hozir bularni. Но краскani темный цвета, холодный цвет pastga tushib ketib, именно теплый цветlar, ya'ni qizillar tepaga chiqib qolgan. Qizaradigan qoshlar lazerda o'chirmasa ham sekin-sekin borib yillar davomida quyosh ultrafioletida qizarib ketadi. Bu xolam qildirganlariga qoshlarini 15 yil bo'lgan. 15 yil davomida sekin-sekin jigarrang qosh qizilga aylanib qolgan. Hozir buni bitta udaleniyada qoshning asl rangi sekin chiqib keladi.